Labzatga ko'chib kelganimizga ham 1 yil bo'libdi. 1 yil davomida qo'shnilarim hali qo'limdan taom yeb ko'rishmabdi. Pazanda qo'shning bo'lsa-yu, qo'lidan taom yeb ko'rmasang bo'lmaydi-da. Dam olish kunimda dadamni ajabsanda taomni tayyorlab berdim. Qizigan yog'da kartoshkamizni qovurib ko'tarib, tuz sepamiz. Jigarni to'g'rashdan oldin ko'rsatilgandek qilib yuvib qopostini shilib olamiz. To'g'rab kartoshka qovurgan yog'imizga solamiz. 5-6 daqiqa qovurgach, tuz, xohishga ko'ra paprika solamiz. Jigar yumshoqqina mazali bo'lib pishishi uchun piyozni ayamasdan solamiz. Qovurib, tuz sepib olgan kartoshkamizni qozonga solamiz. Ustini 10 daqiqaga yopamiz. Endi bu yog'iga Alloh rahmatiga olgan bo'lsin dadajonimning uslubidan foydalanamiz. Yoshligimda har dam olish kunlarida shu taomni tayyorlab berardilar. Uyda bor nonni olib o'rtasidan kesib, orasini ochib, sirlarimizni joylab olamiz. Har qanday suv qochgan non ham bu usulda svejidek bo'ladi. Qopni 5-6 daqiqaga yopamiz. Aytgancha men sirlarning dodasi, zo'r cho'ziladigan mazali purimilkini Samarqand siridan foydalandim. Jigarlar yumshoqqina bo'lib pishgan taomimiz ham tayyor bo'ldi. Qo'shnilarga ulashish qoldi xolos. Retseptni sizga ham ilindim. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni va